Assalomu alaykum, hurmatli janob prezident, AQShga xush kelibsiz. Amerika fuqarolari uchun qancha ko'p kerak? Rahmat. Baribir har bir narsada eng katta narsa diydor kalimat mehr ko'rsatish. Biz ham sizni umringizni davom ettiramiz. Bu yerda konsul bo'lib, shu vakil bo'lib, shu mana vatandoshlarni kelajak avlodlarimizdan chiroyli tarbiyalab, Ular endi yangi avlod bo'ladi. ular yangi avlodlar mana o'zbek tilini, o'zbek madaniyatini esdan chiqarmagan Endi holda baribir mana ko'p safar uchrashganimizda mana shu o'zbek mahallasini quramiz baribir. shunaqa. Washington DC'da ham juda katta mahallamiz bor. Keyingi safar yana alohida yana vatandoshlar bilan sizni kutib qolamiz. Sog' bo'ling. Siz yana. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Yaxshi istaklar. Rahmat.